Assalomu alaykum barchaga. O'chog'imiz tepasiga zo'ntulla tayyor bo'ldi. Razmeri 1.10 ga 2,5 1 sent, yarim sent plus minusi bor. Общий balandligi yerdan hisoblaganda 180 mana shu holatgacha. Ikki yerdan turba chiqarganmiz. Qalinligi 0.47 dan bo'lgan. Balandligi ham normalda. Xudo xolasa, вообще chiroyli, cho'tga chiqdi. Baqvat mana. Choklari yapon chok. Shu vest soda xosa ko'taradi. Mana. Komplektda shapkasi bilan. Shapkasi ham qo'zg'olgan shapkadan. Mana bu holatda gulli holatda turadi. Bu tutun qaytarmaydi orqaga. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar.